Быстрый, пожалуйста. Шухура! Ey, utonsuzlar. Ey, bir qizam sıylamadınız ey, böyle ayırın. Dinle oğlanlar. Давай. Быстро, диджей, быстро. Поехали. Assalomu alaykum. Vale, sağmangiz. Ayır. Yine 3 tane adam kaldı. Hani şu 3 tane üçün bir el çalıp ayalın kadrını yıkmalar. Payakır DJ. Dur. Kimin götü kovarak oturan kamera. Kimin götü kov oturan boza şunu ayrıyaz. Kim? Dur. Çoğda 75% mümkün, 25% mümkün. Ya давайте. Ayrıyaz. Indi final. Bir el çalıp ayalım yıkmalar. Поехали, диджей. Быстрее. Это нечестно. Ya. Ya şunu sakattır. Tazaldan. Yo. Nechesni. Şunu ellemek bodanok. Şunu ellemek bodanok. Bu manglay diyeler bana. Han DJ поехали. Biraz açalı. Şunu kim ellese şu şıtırap. Şu olarak mihmalar el çalfayın. Ya demari. Наконец, победитель. Ana endi şu sağ olun. Şu победител'in adını eşitiyaz. Hani arzularing şu yaşlarımız için. Davay, payam. Şıklasana. Medine baklı bonlar. Gorka şıklasana. Gorka. Rahmet. Şu utuldu deyip utulan bolsa ya hemmeniz davul değil mi şu utulan adama? Şunun için bir karsekla bolsun. Hani padarkası. Yine. Ben mekkan bol. Hemşe şana utur giysen. Şimdi diklerimize varamiz. Rahmat. Yo. Rahmat. Karsekler bolsun. Sağ bolinglar. Padarkanın ulu kichisi bo'lmaydi. Şu padarkan adoba. Aziz mehmonlar, ishi Mesar opkamiz mana Turkda. Mana shu Turkdan telefon etib internet orqali mana ishgaring bilan go'mizni tabriklab baxtli bo'lishsin deb turibdi-ya. Shu Mesar opkamizni qizlari bor, To'xtajon va Ozoda qizlarimizni davraga taklif qilsak. Marhamat. To'xtajon, Ozoda kelinglar. Yana Mesar opkamiz to'yda yo'q ya, lekin shu galingo'mizni Turkdan telefon etib pozdravить ettiribdi. Galingoni qutlab, marhamat.
Assalamu alaykum davra qatnashchilari. Avvalambor uzrimni so'rayman. Bu sviyazimiz orqali Turkdan ularimiz bilmay turibmiz. Shu singlimni o'rnina men gaplayman. Singlimni ko'nglida, tilagida, yurakida arzu niyatlari ko'p. Hamma arzu niyatlari ukasi uchun, galini uchun shunday yaxshi niyatlar. Qo'sha qaramoqni, baxtli yashamoqni, o'g'li qizi ko'p bo'lmoqni, eng yaxshi mashg'alalarni biri bo'lib yetishmoqni orzu etadi. Shu apasini o'rnina podarkasini qizlari topshirmoqqa ruxsat etinglar. Shayxon bilan Madina baxtli bo'lsin. Baxtli bo'lsin. Rahmat. Chiroyli qarsaklaringiz bo'lsin. Sovg'alar muborak bo'lsin deymiz. Qabul aylang. Marhamat, kelin-ku. Sovg'alarni qabul aylanglar. Mana tushyapti. Rahmat, sovg'alar muborak bo'lsin deymiz. Endi esa mana shu davraga Q Shixnazarni, amma yo'q xolajonlarni, doibiylarni, qarindoshlarni davraga taklif qilamiz. Kelinglar davraga. Qarindoshlar, doibiylari, opkalari, ukalari. Shirin xolasi keling. To'tijon xolasi. To'lg'anay biysi. Kelinglar davraga qarindoshlar. Zabiraxon Buruliq onajonisini ham davraga taklif qilsak. Qani kelinglar asta yavash. Amma yo'q xolalari, doibiylari, opkalari, ukalari, oila a'zolari. Qani qarindoshlar kelinglar. Boshlaringizga baxt edik kelibdi, g'am egilmasin. Biringiz pahlavoni, biringiz suluv, tufalamay ko'z tegmasin, yarashibdi bo'ylaringizga, hammani yetirsin. Mana shunday to'ylariga. Qani qarindoshlar kelinglar. Burundiq analari, xolajonlari, biylari. Yana bir bora kuni muborak bo'lsin deymiz. O'g'lindan bo'lsin to'ylar, xizmatlari buyursin. Xudo mendiga shukillar 5 to'landan o'tirmak hammamizga nasib etgay. Marhamat. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. O'g'illarim, qizlarim, aqtiqlarim, chovliqlarim, hammangiz uyingizda shunday to'y bor. Yana Buyjonning xonadonida shunday katta tantana, vaqt qo'shchilik bo'lib turgan ekan. Shu ukama avvalambor bog'larni baxtini quvonib taqdini terdi. Bu 2 yosh ham vaqtli bo'lsin. Qo'shqani bilan qo'sha qarisin. Uloq qizi ko'p bo'lsin, gulasari jip bo'lsin. Hamisha tapqanlari to'y bo'lsin, jinaqani mo'l bo'lsin. Ota enasine xizmetleri buyurdu. Şu an ülkem Qarag'anda, Qo'shda, izzatda, hurmatda o'tirg'ayaptilar. Endiga shu kunlar beshik to'ylarni shunday deb o'tirmoq nasib etdi. Hammangiz uyingizda to'y bo'lsin, to'y. Assalomu alaykum hurmatli davra qatnashchilari. Mana bugun biz singlimizning uyida shunday bir baxtli kun. Ularning ham sababi Shixnazar. Kelin bilan Xudoyim qo'sha qarg'ay, o'ni o'sgay, xizmatlari berg'ay, qutli qadam bo'lg'ay. Hamisha hammaning uyida yaxshi kunlar bo'lsin, to'ylar bo'lsin. Shu umr yo'ldoshini ko'rmagan kunlardan bevijon Xudoyim shularning hurmatida, izzatida aqti ko'rdi, chovliq yovliq ko'rib o'tirgan Xudoyim. Hammaning uyida shunday yaxshi kunlar bo'lsin. Qarindosh tug'an, o'g'ayil hammasini Tangri allaqasin to'ylari Xudoyim hamisha qutli muborak bo'lsin. To'yida ularsin, davlat oyog'idan chalmasin. Xudogalarda o'zi birchiligini bersin, 1000 yilchilik bo'lsin. Xudoyim hamisha sog'liqda, to'ylarda ko'rishgaymiz. Baxtli bo'l bolam.
Qo'shaqarri. Egizak farzandlaringiz, biriniz o'g'il, biriniz qizni terbatib o'tirgansa indiki shu kunlar. To'ylaringiz qutlug' muborak bo'lsin, Xudoyim. Aramız bilan gelinimiz qo'shaqarisin. Doim birleşip birle bo'lsin. Gelinni oyog'iga yarashsin. Shu bijonga xizmati bersin. Indiki shu kunlar 5 to'ylab hamma yig'nalib o'tirganlik nasib etsin. Bir to'ylarimiz muborak bo'lg'ay. Shu ukam bilan gelinim emas qizim, Xudoyim baxtli bo'lg'ay. Qo'shaqarg'aylar qo'shqanlari bilan. Indiki shu kunlara yetar yetmas Xudoyim o'g'li bo'ldi deb, qizi bo'ldi deb hammamiz birgalikda quvonishib kelib o'tirg'aymiz. Sog' bo'lg'aylar. Üzümden meva bergeyslar, gücümden soya bergeyslar Xudoyim. Qo'shaqarg'ayslar, xizmatingiz ota-onangga hammamiz buyurg'ay Xudoyim. Sog' omon baxtli hayot kechirgaysizlar. Shayxnazar, Madina, shu yungi baxt to'ylaringiz bilan tabriklayman. Baxtli mashqalarni eng baxtlisi bo'lgaysizlar. O'g'li qizlaringiz ko'p bo'lg'ay, qo'shaqarg'aysizlar. Shu Bijon opamni hurmatda, izzatda, siyda qo'ygaysizlar. Sizlarni baxtingizga quvonib, taxtingizga suyanib, aqtiq cho'riqlaringizni to'ylarni ham ko'rib o'tirmoq Bijon opama nasib etgay Xudoyim. Sizlarni yashayishingizga qarab izingizga keltirgan yosh o'g'il qizlar shu mashqalaga o'xshab yashar deb havas etsinlar. Shunday mashqala bo'linglar, havasli. Sevgilaringiz abadiy bo'lsin. Indiki shu kunlar 9 oy, 9 soat, 9 minut, 9 sekundda qo'sha o'g'illaringiz bo'lsin. Şu 2 yaş baxtlı olsun Xudoyim, o'zimdan ko'paysin. Indiki Xudo qalasa 5 to'ylarni o'tirmoq nasib etganlar hammamizga. Baxtlı bo'lsinlar shular. Bijon opa, to'ylarimiz o'ndan bo'lsin. Muborak bo'lsin. Shu yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Shu yoshlarga baxt saodat tilayman. İşinde, hayatında hamisha baxtli bo'lsinlar. Endigilar shu 5 to'yda o'tirib, og'an to'g'anlar bilan, qarni to'g'anlar o'tirmoq nasib etaversin. Baxtli bo'lsinlar yoshlar. 2 yaş baxtlı olsun. Ağzı bir yaşasınlar. Atasına, uyundaki yemmechkine hizmetleri buyursun. Baxtlı bo'linglar. Rahmat. Sog' bo'linglar. Qarang desa mana shu davraga kelinlarimizni 4 yoniga taklif qilamiz. Hayotlaringiz 4 shirin, shampanskidek jo'shqin bo'lsin. Aziz mehmonlar, barchangiz oldingizga tort tortiladi. Barchangizga yoqimli ishtaha bo'lsin. Mana shu tort yoniga Bibijon opamizni, oila a'zolarini davraga taklif qilamiz. Marhamat. Nasıl da hoyrat, savaşırken, savrulurken büyüttü hayat. Ben sensiz yapayalnızdım. Suyum oldu, aşım oldu ama aşksızdım. Bir vurgundu geçtiğim yollar. Düşe kalka yaşanırmış, öğretir yıllar. Ben sensiz her şeye sustum. Koca dünya dönüyordu, içinde yoktum. Sevdanı bulmak yıllar sürdü. Hoş geldin gönlüme, kaderim güldü. Tut elimden beni çok sev, kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme.
göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Tut elimden, beni çok sev, kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. İyi günde, kötü günde sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Qani mana shu davraga Buyukjon opamizni, Ulug'bek og'amizni, oila a'zolarini davraga taklif qilamiz. To'rtyoniga qarindoshlarni. Buyukjon opa, keling, Ulug'bek og'asi. Qarindoshlar, kelinglar To'rtyoniga. Ishkelinni va Shehnazarni qo'lidan tortishlanmangiz ganglar. Kelinglar qarindoshlar shu davraga. Qo'ng'ishlar ham kelinglar davraga. Qo'ng'ishlar osobi birinchi o'rinda turadi qo'ng'ishlar. Kelinglar. O'zini o'ylamay farzandim degan, ko'zimni oqu qarasi degan. Barchadan farzandlarni ko'rar ziyoda, ota-onadan mehribon bormi dunyoda? Onalar borki, olam qo'shiqxonadir. Onalarning maqtasidir, qonadir. Farzand uchun kim qo'volib yonadir? Onadir, onadir. Ulug'bek og'a, Buyukjon opam, Xudoyim o'ng'idan bo'lsin, to'ylar xizmatlari buyursin. Mana shu kelinni boshlari oshoq, dillari yumshoq bo'lsin. Shu farzandlaringizni baxtini, taxtina quvonib, hamisha boshingiz tik bo'lsin, hamisha uylaringizda yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin. Yana barcha do'st yoronlar, sizlarni oilangizni silak kaptishi aziz mehmonlarimizga qolaversin. Geliningiz emas, endi qizingiz, shu o'g'lingizga, shu gelin qizingizga so'zlarni sizdan eshitsak. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum davra qatnashchilar. Shu kun farzandim Shehnazar, kelinimiz qizim Madina bugun ikisini nikoh qo'yib to'y ekan. Xudoyim shular baxtli bo'lganlar. Qo'shqani bilan qo'sha qarag'aylar. Shu kelgan mehmonlardan hammasini uyida shunday yaxshi kunlar bo'lmoqda muyassar etgay. Hammani shunday yaxshi kunlar yetirgay. Kelinlaringiz tangar qolsin. To'yliqlar qo'yib, izi bo'ladi. Shu yoshlar baxtli bo'lsin. Qo'shqani bilan qo'sha qarisi. Gücün bir saya versin, yüzümde meyve versin. Dayım şu ağayın tuğallarına, komşu olarak hizmetleri büyük ayaklayım. Hemen tapkanı yaxşı günlere versin. Buyukjon opa, Xudoyim shu kungi to'ylaringiz quti muborak bo'lsin. Shu o'g'lingiz bilan keliniz baxtli bo'lsin, qo'sha qarisizlar. O'g'li qizi ko'p bo'lsin. Shularni Xudoyim baxtına, quvoning, taxtına suyaning. Almag'am ko'rmagan rohatlarni, yaxshi kunlarni Xudoyim siz ko'rgaysiz. Arg'i turtirgan Shehnazarni bundan ham zo'r etib uylantirib o'tirgaysiz. Shu yerda hamma qarindosh tug'alarni shunday kunlarga qarindosh inalarni yetirgay. Shehnazarni shu kungi do'stlari, kursdoshlari, Shuhrat, xizmatni shunday zo'r etdingizlar. Ming rahmat sizlarga. To'ylaringizda qaytsin xizmatlaringiz Xudoyim. Unib o'sgaysizlar, kasbingizdan barakat topqaysizlar. Diktor qizimiz ham Xudoyim unib o'sgaysan. Hamisha to'ydan boshing chiqmasin. Shehnazar eng baxtlilardan ham baxtli mashqalarni biri sen bo'lgaysan. Bir-biringizni siylanglar, izzetlanglar. Shunda uyingizga barakat, baxt, nur keladi. Qo'sha qaringlar. Gücün toylarım olmasın. Daim şu iki balam qo'shqani bilan qo'sha qarisin. Hamisha baxtli, saodatli bo'lsin. Seni izzetinga, hurmatinga joyinda qo'yib, hamisha eldingda tumalarni xizmat etdilar.
Qo'shqani bilan qo'sha qarisin, uloqida ko'p bo'lsin, gulasari jib bo'lsin. İki Xudoning og'zi birchiligini berib, ebedi Xudo bo'lsa Xudoyim. Baxtli bo'ling, baxtli. Qo'sha qaringlar. Bijan gelinim kutlu olsun, ayağınız yaraşsın, Xudoyim devletli gelin bo'lib kelsin. Şunu hizmetleri sana buyursun, emmemizden buyursun. Xudoyim qo'sha qarib, bola chaqasi ko'p bo'lsin, ulu qizi. Men shularga baxt tilayman, muhabbatdan taxt tilayman. Qo'sha qarisin. Marhamat. Ağa baxtlı bo'l. Mening masal qizans bo'g'ay. Baxtlı bo'l. Baxtlı bo'linglar, Xudoyim. Ota-onangizni siylanglar. Shular nangiz. Ulu dağınız shular. Siylang shularni. Baxtli bo'linglar. Rahmat, sog' bo'ling. Endi bir galiningizdan bir ta'zimini ko'raylik. Marhamat, kelinchak. Kelini keldi xonadonga. Keliningiz muborak. Yaxshi kunda qilishayotgan to'ylaringiz muborak. Bo'yi-basti kelishgan kelini kuyov muborak. Yaxshi istak, yaxshi orzu to'ylaringiz muborak. Qutlug' qadam bilan kelin keldi. Mehmon emas, mezmon keldi. Shu uylarni tabarruk deb bilibdi. Mana shu qayn onajoningizga, oilalaringizga egilib bering ta'zimni. Marhamat. Ta'zimlar onangizni oldiga, qarindoshlarning oldiga gul sog'alar bilan shirinlik to'rt bilan davraga kelsangiz. Marhamat. Shukr deyman boringizga, shukr ona. İstesangiz qo'lingizga tayoq bo'lay. Chamanda gullaringiz ochilib turg'ay. Xizmatlar ota-yu onaga buyurg'ay. Musulmon bandasi to'ylarni ko'rgay. Kelin-ku, baxtlaringiz muborak bo'lsin. Mana shu Olimboy qaynotangiz ruhlari ham shod bo'lsin, joylari jannatda bo'lsin. Shukr ona. Shukr deyman boringizga, shukr ona. Duo qiling, duoingiz kerak menga. Baxsh etingiz hayot va pok yurak menga. Achinmaydi o'zingizdan bo'lak menga. Shukr deyman boringizga, shukr ona. Shukr deyman boringizga, shukr ona. Siz tufayli birovdan kam bo'lmay o'sdim. Shu yoshgacha zarra alam ko'rmay o'sdim. Bu dunyoda bittagina sodiq do'stim. Shukr deyman boringizga, shukr ona. Shukr deyman boringizga, shukr ona. Qiling, duoyingiz zarur menga. Baxsh etingiz hayot va pok yurak menga. Achinmaydi o'zingizdan bo'lak menga.
boringizga shukr ona. İstesengiz qo'lingizga tayoq bo'lay, oyog'ingiz o'rniga men oyoq bo'lay. Yo'lingizni yoritguvchi chiroq